Sizni ham sochlaringiz uzun, qalin bo'lishini xohlaysizmi? Qanaqa maskali ishlatsangiz ham sochingiz o'smayaptimi? Boshingizda qazg'olaringiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga saqlangiz qilib, bir oyda bir marta shu spreyni tayyorlab olsangiz, sochlaringiz uzun, qalin bo'ladi va qazg'oli bo'lmaydi. Buning uchun bizga bir kosa gazli suv kerak bo'ladi, yarimta limon kerak bo'ladi. Umuman zarar yo'q. Boshimizdagi bir qavat o'lik terini piling qilib tozalab beradi. Sochlarimizning o'sishiga yordam beradi, qazg'olarni ketkazadi, yog'lanishini kamaytiradi. Va tuz kerak bo'ladi. Bir qoshiq tuzni qo'shasiz, shunaqa ko'pirib ketadi. Bir qoshiq soda qo'shasiz, ham ishlatsa bo'ladi. Umuman zarari yo'q. Bir oyda bir marta. Boshingizni o'zingiz ishlatadigan shampunni yuvganingizdan keyin shu sprey suvimizni ildizlarga yaxshilab surib chiqasiz va oddiy suvda chayib tashlaysiz, bo'ldi.